Boring, bitta joy namozni tashlang. Tashlang-da bir xonaga kiring. Dunyoni unuting. Ahlingizni, farzandlaringizni unuting-da 2 rakat shukurga niyat qiling. Sajda qilib Allohga shukr qiling. Buni hech kimga aytmang. Uzr so'rayman hammanglardan. Bundan 3-4 kun avval peshin namozini o'qir ekanmiz. Birinchi safda turganimizda, turgan namozxonlarimizdan birlari bemor bo'ldilar shekilli. Olib chiqib ketishdi.